Bugun birinchi marta tez va oson tayyor bo'ladigan medovik tayyorladim. Avval kremini tayyorlaymiz. Buning uchun un, kraxmal, shakar solib quruq massani yaxshilab aralashtiramiz. Keyin bitta tuxum, sut qo'shib, aralashtirib gazga qo'yib aralashtiramiz. Tayyor bo'lgandan keyin massamizga sariyog'i qo'shib, avval xona haroratida, keyin 1 soat xolodilnikda sovitamiz. Keyin krem soviguncha asal bilan sodani yaxshilab aralashtirib, tegini o'chiramiz. 5 ta tuxum, 200 gram shakarni solib yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Ko'pirgan massaga 200 gram podsolnechniy yog' qo'shamiz va asalli massani qo'shib, ketidan 25 osh qoshiq un bilan razrexitelni solib aralashtiramiz. Tayyor massani listga qo'yib, 180 gradusga 20 minutga pechga qo'yamiz. Tayyor xamirni yaxshilab sovitib, 4 bo'lakka bo'lib, chetlarini bo'lib olib, chetlari hali ustiga sepish uchun kerak bo'ladi. Zavarnoy kremimizni surib olib, 5-6 soatga xolodilnikda jo'natamiz. Tayyor bo'lgandan keyin olib bemalol yumshoqqina medoviklarni yeyishingiz mumkin. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketinglar.